Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz, hurmatli Qur'on TV kanali muxlis va muxlisalari va ahli islom, mo'min musulmon birodarlar, muallim soni kitobimizdan 49-darsimizga keldik. Inshaalloh 49-darsimizda muqattaat Qur'oniyani o'rganamiz. Darsimizni boshlamasdan avval Qur'on TV kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Muqattaat Qur'oniya, bunga huruf muqattaat ham deyiladi. Ya'ni huruf harflar degani. Muqattaat lug'atiy ma'nosi kesilgan, ayrilgan degan ma'nolarni bildiradi. Istilohda esa Qur'ondagi ba'zi suralarning boshlari quyidagi harflarning nomlari bilan boshlanishiga muqattaat Qur'oniya, ya'ni huruf muqattaat deyiladi ekan. Bu Qur'oni Karimda 29 ta surani boshida keladi. Misol, harflarni nima qilamiz ekan? O'z o'qilishi bilan o'qiymiz ekan. Ya'ni birinchi darsimizni eslaydigan bo'lsanglar, alif, ba, ta, fa, jim deb harflarni o'z ismlari bilan nima qilgandik? O'rgangandik. Bu yerda ham huruf muqattaatda ham xuddi harflarning o'z ismlari bilan o'qiymiz ekan. Masalan, alif, mana pastida oson qilib ko'rsatib qo'ygan. Alif, lam, mana mim, mana o'zini yozilishida, o'zini o'qilishida. Endi qanday o'qiymiz? Alif, lam, mim deganda agar huruf muqattaat harflarning ustida mana bu mat belgisi bo'lsa, nima qilamiz? 6 alif cho'zamiz. Mat darsimizda nima degandik? 4 alif, 5 alif cho'zamiz degan. Lekin huruf muqattaatda nima qilamiz ekan? 6 alif cho'zamiz ekan. Masalan, alif, lam, mim. Alif, lam, mim, sad. Alif, lam, ra. Agar ustida mat belgisi bo'lmasa, 6 alif emas, 2 alif cho'zishlik bilan cheklanamiz. Faqatgina alifni mat qo'shmasdan o'z ismi bilan o'qiymiz. Alif, lam, mim, ra. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Toha, bu yerda mat kelmayapti. Ya'ni ustida mana bu belgi kelmaganligi uchun nima qilyapmiz? 2 alif cho'zishlik bilan ikkala harfni ham cheklanyapmiz. Mana pastida agar qiyin bo'lsa, sizlar pastidan o'qib yana ham oson o'rganishingiz mumkin. Toha, yani alif bilan ikkala harf ham nima? Alif bilan yozilgan. Demak, 2 alifdan cho'zamiz. Tosim, mim. Tosin, yasin, sad, hamim, ayn, sin, qaf, nun. Aziz hurmatli tomoshabinlar, 49-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.